Assalomu alaykum do'stlarim. Yana bir bor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, men ishni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Qani bir sekund vaqtingiz ketadi, bir donagina like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Men esa davom etaman. Kuningiz xayrli o'tsin. Do'stlar, bu traktorimizning nomi New Holland D4 rusumi. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, ko'rinishdan ham ma'lum. Holati yangi, yilini aytmasam ham bo'ladi, o'zi ko'rinishdan ham ma'lum. Hozir salon qismlarini ham ko'rsataman. Yaxshisi o'zingiz bilib olasiz. Hozir mana bu salon qismi. Buni yilini aytadigan bo'lsam, 2026-yil korobka, hammasi yangi. Bu yog'ini endi aytmasam ham bo'ladi, o'zi ko'rib turganingizdek. Manzil do'stlar, Toshkentda. Egasi shunday olib kelgan bu solib qo'ygan nimaga, garajga deydi-ku, ishlamagan. Qarochi do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, 29500 deb xabar qoldirib bizga. O'zlaring aloqaga chiqib bemalol kelishib olishinglar mumkin. Do'stlar, bu ikkinchi traktorimiz. Buni endi ko'rib turganingizdek, endi ideal holatda deb ayta olmayman, prosto olib minsangiz bo'ladi. Bunga ko'p ma'lumot bermabdi. MTZ-80 sotiladi, sotib bering aka deb tashashibdi. Aloqaga chiqsanglar nomer qoldiraman, bemalol telefon orqali so'rab o'zingiz gaplashib narxini ham kelishtirib olsangiz bo'ladi. Bu haqda endi ko'p ma'lumot bermabdi akamiz. Faqat telefon qilsalar ma'lumot beraman debdi. Akalar kimgadir shunaqa bepul xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol opisaniyada kanal profil shapkasida ham turibdi. Bemalol aloqaga chiqib Telegramdan yozishinglar mumkin. Yana o'sha kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bunga esa aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, yana bitta MTZ-82 sotiladi deb akamiz xabar qoldiribdi. Bu haqda ham ma'lumot ko'p emas. Telefon nomer qoldiraman. Mana shu ekrangingizdagi telefon raqamlar. Akamizga telefon qilib bemalol narxlarni kelishgan holda ma'lumot olib, ko'rib, gaplashib olaveringlar. Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tib ketay. Savdoga admin javobgar emas. Pulni hech qachon ko'rmasdan turib tashab bermang. Borib, traktorni ko'rib, olib, keyin savdo qilishinglarni so'raymiz. Bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsam, traktor o'zi Farg'onada, narxini 95 million deb qo'yibdi. Sirazi olmoqchi bo'lgan odamga kelishtirib beramiz deb qoldirishibdi. Korobka, motor, traktorda qanaqa xarajat bo'lsa, hammasi qilingan, balonlari yaxshi holatda deb qoldiribdi. Biz esa davom etamiz. Bizda endi yana bitta Belarus traktorimiz, Samarqandlik bitta akamiz sotaman deb xabar qoldiribdi do'stlar. Buni ham holati yaxshi. Ma'lumotni ekran yuzidagi telefon raqamiga telefon qilib, bemalol qo'rqmasdan ma'lumot olib, ko'rib, gaplashishingiz mumkin. Srochni sotilar ekan. Agar olaman deb borgan odamga narxini ham kelishtirib beradi. Mashina Samarqandniki. Narxini aytadigan bo'lsam, bir dona like bosing. Men esa hozir sizga narxini aytaman. Qani, like bosdingizmi? Narxi 65 million. Traktor holati zo'r. Do'stlar, bizga hozir yangi mahsulot kelibdi. Buni nimaligini ko'pchilik bilmasa kerak. Menimcha faqat traktor minadigan akalar biladi. Bu akalar diskli borona ekan. Men o'zim ham to'g'risi bunaqasini hali ko'rmaganman. Holati vashshi ideal holatda. Olasiz-u, big'illatib bosasiz, o'zi ham bor-u. Do'stlar, bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsam, 2,5 metrligi bor ekan, 3 metrligi bor ekan. Xo'p, narxini aytishdan oldin like bosib qo'ying doimgidek.
Men esa davom etaman bu haqda ma'lumot berishda. Ko'rib turganingizdek, mahsulot o'zi ideal holatda. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, lekin mahsulotlari, tovarlari Turkiya mahsuloti. Bu to'liq gidravlika orqali ishlaydi va qo'shimcha katoklari ham bor. Lekin sifatiga keladigan bo'lsak, gap yo'q, lekin yorvorishibdi. Sifati a'lo darajada. Do'stlar, yuqorida aytganimdek 2,5 metrligi bor ekan, 3 metrligi bor ekan. 2,5 metrligini akalarimiz 170 millionga chiqarib berayotgan ekan, 3 metrligini esa 195 millionga chiqarib berishayotgan ekan. Do'stlar, ekran yuzidagi telefon raqamlariga telefon qilib, bemalol borib, ko'rib, savdolashib olsanglar, narxini ham kechagina tushib berishadi. Lekin ko'rib turganingizdek, mahsulotga gap yo'q. Yorvorishibdi. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Biz esa davom etamiz.